Yo, hormasinlar oshna. Hayrat tuzingmisan? Ha, jentra muborak bo'lsa, yurpada ko'rib qoldik. Rahmat. Qachon endi yuvib berasan? Bugun yuvoramiz. $100 atab qo'yganman. Senlar borib choyxonaga gaplashishur. Ha, Men o'zim kechga o'taman. Bo'ldi, gap yo'q. Qani jentra ichkaridami? Mana ko'rmayapsanmi? Ha, rangi oqmidi? Ha, oq. Ha, jentra olmabsan-da unda. Farasi ham amerikanka emas ekan-a? Ya, o'ziniki zavodskoy. Shu jentra olirish kerak-da. Hech orqasi o'p turami? Yo'q, o'p turmaydi. Jinni, o'p tura Farami deb so'rayapman. Yo'q, u ham o'ziniki zavodskoy. Ha, o'p turmay ekan-da. Jentrada kalpay bo'lmaydi-da oshna. Ha, bo'pti, endi siqilma, olishga olsan, pultini berchi, bitta minib ko'ramiz bo'pti. Ma. Mejgari yo'qmi? Mashinada olganman. Jijibi. Seni aldashibdi sotayotganlar jinni. Jentra olmabsan-ku. Jentrani mejgari pulti bo'ladi. Sen nima buni og'izda qilasan bitga o'sha. Sinfdoshlar, oshnamiz Fazli jentra oldim, bugun yuvib beraman deyotdi-yu. Hozir oldiga kelsam, mashinasini mana tonirovkasi ham yo'q ekan. Mana monitori ham yo'q. Mana tomida luki ham yo'q, mexanika ekan. Jentra olmabdi, hozir shuni ham bilib olib, o'zi mana siqilib yotibdi, hozir diqqat to'pib oldi. Malibu bari, Malibu roli yo'qmi buni? Yo'q, oshna yo'q. Bozordan o'tib shunaqa oldim, zavoddan shunaqa chiqargan. Menga jentra deb berdi. Orqasiga ham jentra deb yozib qo'ygan-ku. Bu yozuvlarda 12,5 mingga sotadi. Malibu degan yozuvni ham yopishtirib olsang bo'laveradi. Jentra olmabsan-da, oshna sen. Ma, bergan $100 Qachon jentra olganingda keyin yuvib berasan bizga, tushundingmi? Bu jentra bo'lmay, nima bu bo'lsa, nima? Xo'p, jentra bo'lsa, necha pulga olding buni? 10 ming naqd oldim. Ko'rdingmi? Jentralar 15 ming, 16 ming bo'lyapti. Majiddan seni aldashgan. Nima ko'ra? Mana 1,5 ming chamikim bor. Mashini qo'shib, jentra ol, jentra olganingda gaplashamiz. Bo'pti. Alo, Hojiga. Men Fazlimman. Jentra deb sotgan moshina edi. Oshnam kelib, jentra emas deyapti, Hojiga. Menga bitta jentra qilib bering.